Mani ismim Nozima Hamidullayeva. Institut immunologiya va inson genomikasi institutida ishlayman. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi oziq-ovqat allergiyasiga bag'ishlangan. Zamonaviy fenotiplarini oziq-ovqatdagi uni diagnostikasi va terapiyasi. Oziq-ovqat allergiyasi bugungi kunda butun dunyoda allergologlarni dolzarb muammolardan biriga aylanib bo'lgan va oziq-ovqat allergiyasi juda keng tarqalgan va tarqalishi davom etayotgan kasallik hisoblanadi. Aynan shu may oyi 10-maydan 16-maygacha Butunjahon oziq-ovqat allergiyasi haftaligi deb e'lon qilingan ekan va bugungi leksiyamiz aynan shu kunlarning biriga to'g'ri kelgani menimcha ramziy ahamiyatga ega. Bu demak global tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lib, bemorlarni hayot sifatiga, ovqatlanishiga, oilaviy holatlariga, bolalarni maktab va ijtimoiy adaptatsiyasiga ta'sir qiluvchi kasallik hisoblanadi va mana ushbu infografikada oziq-ovqat allergiyasini AQShdagi statistikasi ko'rsatilgan. Va shu ma'lumotga ko'ra har 10 nafar kattalarni birida va har 13 nafar bolalarni birida oziq-ovqat allergiyasi uchrar ekan AQShda va ularda 51%da og'ir allergik reaksiyalar va kattalarni 51%da og'ir allergik reaksiyalar uchragan ekan va bolalarda 42%da og'ir allergik reaksiyalar va anafilaksiya holatlari kuzatilgan ekan va bu yil sayin ortib bormoqda. Mana ko'rsanglar bo'ladi, pastda ko'rsatilgan salkam 10 yil mobaynida og'ir anafilaktik oziq-ovqat anafilaksiyasi 377%ga oshgan. Hozirgi kunda zamonaviy oziq-ovqat allergiyasi muammosi faqat kasallik tarqalishini ortishi bilan cheklanmagan. Hozirgi kunda bizda ikkita asosiy muammo bor oziq-ovqat allergiyasida. Bu bir tarafdan haqiqiy og'ir allergik reaksiyalar bo'lsa, anafilaksiya xavfi, hayot sifatiga ta'siri bo'lsa, ikkinchi tarafdan esa bu giperdiagnostika muammosi hisoblanadi va bu ortiqcha testlar, asoslanmagan eliminatsion diyetalar, ayniqsa bu atopiyasi bor, atopik dermatiti bor bolalarda yoki funksional qandaydir JKT simptomlari yoki noaniq simptomlari bo'lgan holatda ko'p kuzatiladi aynan giperdiagnostika. Bugun oziq-ovqat allergiyasi atamasi ortida turli xil holatlar yashirilishi mumkinligini tushunish juda ham muhim va bemor menda ovqatga reaksiya bor deganda bunda faqatgina immunoglobulin E oziq-ovqat allergiyasi degani emas, balki bu yerda immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lmagan gastrointestinal sindromlar bo'lishi mumkin, aralash tipdagi kasalliklar, misol uchun ezofagit bo'lishi mumkin, oralniy allergический sindrom bo'lishi mumkin, laktaziya yetishmovchiligi, foodmap sezuvchanligi yoki gistamin ko'tarolmaslik, davr defitsiti bo'lishi mumkin yoki funksional gastrointestinal buzilishlar ham bo'lishi mumkin va aynan fenotipni to'g'ri aniqlash keyingi diagnostika va davolash taktikasini belgilab beradi. Boshlanishiga ovqatga barcha noxush reaksiyalarni umumiy klassifikatsiyasini eslab o'tamiz. Demak, bu NIAID bo'yicha klassifikatsiya. Bunda barcha noxush oziq-ovqat reaksiyalar ikkitaga bo'linadi. Bu immunologik reaksiyalar va noimmunologik reaksiyalar hisoblanadi. Immunologik reaksiyalar sodda qilib aytganda bu bizning oziq-ovqat allergiyamiz. Noimmunologik reaksiyalar bu oziq-ovqatlarni ko'tara olmaslik, pищевая непереносимость. Demak, immunologik reaksiyalar bo'linadi IgE bilan bog'liq reaksiyalarga, IgE bilan bog'liq bo'lmagan reaksiyalarga va aralash turda kechuvchi reaksiyalarga bo'linadi. Non-immunologik reaksiyalar esa ferment yetishmovchiligi
yoki farmakologik reaksiyalar kiradi, toksik reaksiyalar kiradi, idiopatik reaksiyalar kiradi. Zamonaviy klassifikatsiyasi, oziq-ovqat allergiyasi zamonaviy klassifikatsiyasi EAKI bo'yicha. Demak, aytib o'tganimizdek, oziq-ovqat allergiyasi yagona kasallik sifatida emas, balki turli fenotiplar sifatida ko'rilmoqda hozirgi kunda va aytganimizdek 3 ta turga bo'linadi. Oziq-ovqat allergiyasi bu immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lgan oziq-ovqat allergiyasi. Bu immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lmagan oziq-ovqat allergiyasi va aralash tipdagi oziq-ovqat allergiyasi va immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lgan allergiyalar bular tez kechadi, simptomlar tez paydo bo'ladi va bu guruhga bilamiz ish ekimi, angiotip, anafilaksiya, oral allergik sindrom kabi kasalliklar kiradi. Va keyingisi bu noimmunologik E oziq-ovqat allergiyasi. Bunda reaksiyalar kechroq rivojlanadi va asosan gastrointestinal simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Va botga qanaqa kasalliklar kiradi? Bu kontakt dermatit, sindrom enterokoliта пищевой белками, FPs kiradi va allergik proktokolit, bronxit kiradi, enteropatiya kiradi va uchinchi oxirgi turdagi aralash mexanizmlar bilan kechuvchi oziq-ovqat allergiyasiga eozinofilniy esofagit, atopik dermatit qo'zishi, eozinofilniy gastrit, eozinofilniy enterit va bronxial astmani obostreniyasi ham shu aralash turiga kiradi EAKI klassifikatsiyasi bo'yicha. Keyingi blokimiz oziq-ovqatlarga immunologik tolerantlik. O'zi bu nima, qanaqa rivojlanadi va shu oziq-ovqat allergiyasini immunopatogenezini qisqacha tushuntirib o'taman. O'sha oziq-ovqat allergiyasiga immunologik tolerantlik o'zi nimaligiga bag'ishlangan slayd. Ya'ni uzoq yillar davomida oziq-ovqat allergiyasi asosan immunoglobulin E muammosi sifatida qarab kelingan, lekin bugungi kunda asosiy muammo faqat immunoglobulin E emasligi, balki oziq-ovqat antigenlariga nisbatan immunologik tolerantlik shakllanishining buzilishi ekan. Va normal holatda ichak immun tizimi har kuni juda ko'p miqdordagi oziq-ovqat antigenlari bilan to'qnashadi va shu bilan birga yallig'lanish emas, balki tolerantlik hosil qiladi. Va ana shu mexanizmlar buzilganida sensibilizatsiya va allergik yallig'lanish rivojlanishi mumkin. Demak, bu jarayonda nimalar qatnashadi? Bu regulyator limfotsitlar, bu teleragen dendrit hujayralar, sekretor immunoglobulin A, mikrobiota, epitelial signal ishtirok etadi. Bu normada, значит, baryerimiz bizda sog'lom, pishib olganlar kam miqdorda kiradi va ular teleragen dendrit hujayralar orqali naif T helperlarga yetkaziladi. Naif T helperlar demak TGF-beta va retinoik kislota ta'sirida regulyator T limfotsitlarga rivojlanadi va bular keyin gut homing qiladi. Gut homingdan keyin bular yana o'sha shilliqqa qaytib boradi va interleykin 10, TGF-beta ishlab chiqarishni boshlaydi va bular bizda T helper 2 yallig'lanishi susaytiradi. T2 yallig'lanishni susaytirib beradi va immunoglobulin A orqali baryer himoyasini qo'llab-quvvatlaydi. Chunki mana follikulyar T helperlar pastda ko'rsatilgan, xuddi shu interleykin 10 TGF-beta orqali biz limfositlarda sekretor immunoglobulin A sintezini yo'lga qo'yadi. Hozirgi vaqtda epitelial baryer disfunksiyasi allergik kasalliklarni markaziy mexanizmlardan biri sifatida qaralmoqda va baryer shikastlanganda allergenlar tabiiyki osonroq o'tadi va immun tizimi bilan kontakt kuchayadi. Va shuning uchun
bariyer disfunksiya aynan atopik dermatit, bronxial astma va oziq-ovqat allergiyasida va eozinofil gastrointestinal kasalliklarda kuchli, chuqur o'rganilmoqda hozirgi kunda. Bundan tashqari, mikroblar, sog'lom mikroflora va o'sha mikroblarni ham shu tolerantligi buzilishida ahamiyati ko'p. Mana bu slaydda bizada T2 yallig'lanish qanaqa rivojlanishi ko'rsatib berilgan. T2 yallig'lanish javob mexanizmlari ko'rsatilgan va bu yerda nima bo'lgan? Bu yerda epitelial baryer shikastlanganda ko'rsatilgan. Oziq-ovqat allergenlarni ichak orqali o'tishi kuchayib ketgan va epiteliy alarminni ishlab chiqaradi. Interleykin 25, interleykin 33, TSLP degan va bular dendrit hujayralariga ta'sir qilib, ularni tanlangan tipdan yallig'lanishga moyil tipiga o'tkazib beradi va ular shu allergenlarni naif T xotirligiga ko'rsatadi va ularni aktivlashtiradi. Ular bo'lsa уже pro воспалительный фенотип, то есть T helper 2 ga aylanadi. Fenotipiga yo'naltiriladi va bular o'zini cytogenlarni ishlab chiqaradi bilan bilasizlar. Interleykin 4, 5, 13 va B hujayralariga ta'sir qiladi va B hujayralarida class switching bo'lib, immunoglobulin E spetsifический sintezi boshlanadi. Eozinofil bazofil aktivatsiya bo'ladi va semos hujayralar ham aktivlashadi. Tolerantligi buzilishda mikroorganizmlarni roli ko'rsatilgan va bu yerda grafikda mana normal holat chap tarafda ko'rsatilgan. Buni hozirgina aytdik, demak bizda epiteliy sog'lom, bizda kommensalniy mikroorganizmlar ko'p, spetsifический immunoglobulin A bor, ovqat allergenlari kam miqdorda kiradi va oziq-ovqatga tolerantlik shakllanadi ham saqlab qolinadi. Bu yoqda o'ng tarafda har xil omillar ta'sirida, bu genetik omillar bo'lishi mumkin yoki tashqi muhit bilan bog'liq har xil triggerlar bo'lishi mumkin va patogen infeksiya ko'paygani ta'sirida bizda epitelial barierda disfunksiya boshlanadi. Demak, xuddi shu mexanizmlar boshlanadi. Epiteliyotitlar aktivatsiya bo'ladi, ular alarminlar ishlab chiqaradi va bular T2 tipdagi yallig'lanishga olib keladi. Lekin agar immun javob T1 yo'nalishdagi siljib ketsa, unda anti-glutenoviy anti-tanachalar va anti-T-case2 tanachalar hosil bo'lib, seliakiya rivojlanishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ichak baryeri, mikrobiota va dendrit hujayralar immunologik tolerantlik yoki allergik sensibilizatsiya shakllanishida markaziy rol o'ynaydi. Endi yana bitta konsepsiyani ko'rib chiqamiz. Bu juda ham qiziq, juda ham muhim konsepsiya. Bu konsepsiya двойного контакта с allergeном deyiladi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, shikastlangan teri orqali allergen bilan kontakt sensibilizatsiyaga olib kelishi mumkin. Va erta oral kontakt esa aksincha tolerantlik shakllanishiga yordam berishi mumkin. Va bu model atopik dermatiti bo'lgan bolalarda nega oziq-ovqat allergiyasi xavfi yuqoriligini tushuntirishga yordam beradi. Va ushbu konsepsiyani eng muhim isbotlaridan biri bu RIP tadqiqoti bo'ldi. Bu раннее обучение по поводу аллергии на арахис. Bu katta tadqiqot o'tkazilgan va shunda shu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqori xavfli bolalarda arahisni erta va muntazam
kiritish keyinchalik arxis allergiyasi rivojlanish xavfini sezilarli kamaytirib berar ekan. Bu ma'lumotlar chaqaloqlarda allergenlarni erta kiritish bo'yicha zamonaviy profilaktik tavsiyalarni o'zgartirdi. Rasmda ko'rsatilgan, slaydda ko'rsatilgan mana shu konsepsiya. Demakki, bizda normal teri orqali terimiz sog'lom, allergenlar kam miqdorda kiradi va oziq-ovqat allergiyasi rivojlanmaydi. Lekin terimizda atopический dermatitis bo'lsa, bu atopический dermatit haqida ko'proq teri baryeri buzilgan bo'ladi va shu sababli uy changi tarkibidagi oziq-ovqat oqsillar, bakterial mahsulotlar, detergentlar hamda alternariya ko'rsatilgan, hamda hozir kliché домашний uy changi kamichalari kirishni boshlaydi va bu bizani epiteliyni shikastlantiradi va xuddi shu allergenlarni ishlab chiqarishni kuchaytiradi va dendrit hujayralarni T2 yo'nalishga programmalashtirib qo'yadi va bu prosesda aynan adjuvantlar juda ham muhim rolga ega ekan va eng asosiy adjuvant bu Streptococcus aureus bo'lar ekan. Undan tashqari lipopolissaxaridlar, bakterial proteazalar, peptidoglikanlar, superantigenlar hammasi bakteriyaga tegishli bo'lgan adjuvantlar. Aynan shu adjuvantlar bilan oziq-ovqat allergenlari birgalikda teridan kirganida shunda sensibilizatsiya paydo bo'lar ekan. Shunaqa tadqiqotlar bor ekan. O'shalardan ko'rib ma'lumotlar topdim. Xuddi shu dual konsepsiyani kengaytirilgan varianti. Boshlanishiga dual konsepsiyaga faqat teri qo'shilgan, teri baryerining buzilishi va teri orqali oziq-ovqat allergenlarini kirishi. Endi bo'lsa, mana hozirgi kunda bu konsepsiyaga yana 3-chi yo'l qo'shilgan. Bu nafas yo'llari orqali oziq-ovqat allergenlariga sensibilizatsiya paydo bo'lishi. Bu degani mana bolacha normal holatda JKT orqali oziq-ovqat allergenlari bilan tanishishi kerak va unda JKT sog'lom bo'lgan holda bolada tolerantlik hosil bo'ladi. Lekin bu tadqiqotlar, bu konsepsiya asosida bolada birinchi tanishuv JKT orqali emas, yoki teri orqali, yoki nafas yo'llari orqali bo'ladi va bu noto'g'ri immun tizimimiz, hujayralarimiz noto'g'ri tanishadi va yallig'lanish tipida rivojlanishni boshlaydi va bu oziq-ovqat allergiyasiga olib keladi degan teoriya bor. Bu nafas yo'llari orqali kirganda ham yozilgan adjuvantlar ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Pishva allergen o'zi kirishi emas, balki aynan adjuvant bilan kirishi, to есть bakteriyaning qanaqadir komponent bilan kirishi shuni rivojlanishiga olib kelar ekan. Oziq-ovqat immunoglobulin bilan bog'liq bo'lgan oziq-ovqat allergiyasiga o'tamiz. Bu katta blok, asosiy blok. Bunga ma'ruzamizda, prezentatsiyamizda litsada yer yong'oq, suv, tuxum, baliq va dengiz mahsulotlariga allergiya tarqalishi ko'rsatilgan va bu jadval turli mahsulotlarga allergiya tarqalishi bo'yicha ma'lumotlar yig'ilgan dunyo bo'yicha. Bu yerda nimaga ahamiyat berish kerak? Tarqalish darajasi oziq-ovqat allergiyasini, IgE oziq-ovqat allergiyasining tarqalish darajasi diagnostika usuliga qarab keskin o'zgarib ketadi. 12% bu simptomlarga asoslanib bolalarda qo'yilgan oziq-ovqat allergiyasi. Tegida 13% bu xuddi shu simptomlarga asoslanib
ko'rsatiladi qo'yilgan oziq-ovqat allergiyasi va pastda ko'rsatilgan bu spesifik simptomlarga tayanib spesifik immunoglobulin E bilan tasdiqlangan yoki prick test bilan tasdiqlangan oziq-ovqat allergiyasi 3% pasaygan. 3%. То есть 13%dan 3%ga tushgan. Va oziq-ovqat provokatsion testi bilan tasdiqlanganda ham 3% tashkil qilgan. Demak, faqat bemorning shikoyatiga asoslanganda allergiya ko'rsatkichlari yuqoriroq chiqadi, lekin obyektiv testlar va shikoyatlar plus obyektiv testlar va oralniy provokatsion test qilinganda haqiqiy allergiya ancha kamroq uchraydi. Va bu yana bitta narsani tushuntiradi bizga. Keyingi mana bu ham o'xshash tablitsa, o'xshash jadval. Bunda ham shu farqlanishi ko'rsatilgan. Faqatgina simptomlarga tayanib qo'yilganda mana foizlari xulmavariga 8,5% chiqqan, 8,5%gacha sabzavotligi, dukkaklilarga 13,7 chiqqan, arexidivir yong'oqli 4,1, bug'doy 1,2 va hokazo. Endi xuddi shular prick testi, SPT deb yozilgan prick test qilinganda 2 barobar kamayadi. Oralniy provokatsion test qilinganda ham 2 barobar past ko'rsatkichlar. Mana fruktiga qarayapman, xurmoga va meta analizi danalari ko'rsatilgan. Bunda mana bug'doyga e'tibor beringlar. Haqiqiy simptomlar bilan va obyektiv tasdiqlangan. Ishlayapti ovozingiz, slaydlar ham ko'rinyapti. Rahmat. Endi keldi. Qotib qolganmidi? Tak, 0,4% bo'lgan. Sensibilizatsiya demak 2% da uchragan. Bu demak nimadan dalolat beradi? Sensibilizatsiya bu har doim ham klinik oziq-ovqat allergiyasi bor degani emas. Faqatgina sensibilizatsiya klinika bilan mos kelganda, faqatgina klinika bo'lganda, undagina biz oziq-ovqat allergiyasi bor deb ayta olamiz. Endi burada klinik va bu yerda klinik fenotiplari bu slaydda ko'rsatilgan. Immunoglobulin E oziq-ovqat allergiyasini klinik fenotiplari. Endi buni hamma biladi. Simptomlar teri tomonidan, SHKT tomonidan, ko'z tomonidan, nafas yo'llari tomonidan bo'lishi mumkin yoki kardiovaskulyar tizimi qamrab bo'lishi mumkin, asab tizimi va hokazo. Bu simptomlarda to'xtalmaymiz. Anafilaksiyani, oziq-ovqat anafilaksiyasini ko'rib chiqamiz. Bu kunda demak oziq-ovqat anafilaksiyasiga bo'lgan qarashlar ancha kengaygan. Biz hozir anafilaksiyani faqat allergenga reaksiya sifatida emas, balki turli kofaktorlar ta'sirida kuchayishi mumkin bo'lgan dinamik jarayon sifatida ko'rib chiqamiz. Va demak, bu yerda qaysi kofaktorlar ahamiyatga ega? Bu jismoniy yuklama, bu NPVS, bu alkogol, bu infeksiya va stress. Bu основной kofaktorlar.
Va masalan, bemor mahsulotni oddiy holatda yaxshi ko'tarishi mumkin, lekin fizik nagruzka bilan jismoniy nagruzka bo'lganda bilan birgalikda og'ir reaksiya rivojlanishi mumkin. Va hozirgi kunda oziq-ovqat anafilaksiyasini fenotiplari mavjud. Bu mana hozir aytganimizdek fizik nagruzka bilan kechuvchi yuzaga keluvchi oziq-ovqat allergiyasi, alfa-gal sindrom va двухфазный ikki fazali anafilaksiya. Bu zamonaviy fenotiplari oziq-ovqat anafilaksiyasini. Va endi xavf omillarini ko'rib chiqamiz. Demak, anafilaksiya og'irligini baholashda bir nechta muhim omillar hisobga olinadi. Bular demak 3 ga bo'linadi. Bemor bilan bog'liq omillar, demak vrach bilan bog'liq bo'lgan omillar va allergen bilan bog'liq bo'lgan omillar. Demak, bemor bilan bo'lgan omillar bu birinchi o'rinda bronxial astma. Bemorda bronxial astma borligi. Ikkinchisi bu yosh o'smir va yoshlarda ko'proq og'ir reaksiyalar kuzatilar ekan. Uchinchisi bu o'sha jismoniy yuklama dan keyin bo'lishi mana kofaktorlar bu alkogol, NPVS, infeksiya. Endi reaksiya bilan bog'liq omillar, vrach bilan bog'liq bo'lgan omillar bu adrenalinni kech kiritish yoki umuman kiritmaslik, uni o'rniga antihistamin yoki boshqa preparatlar bilan kasalni qutqarishga harakat qilish va yana omillardan biri bu teri simptomlarini bo'lmasligi, bu diagnostikani kechiktiradi va simptomlarni yetarlicha baholamaslik. Va oxirgi faktorlar bu omillar bu allergenning o'zi bilan bog'liq bo'lgan omillar. Bu allergenning miqdori, tayyorlanish shakli va uni so'rilish tezligi ahamiyatga ega bo'ladi. Va endi bir nechta muhim prinsipni eslab o'tamiz shu yerda. Birinchisi, demak, bu avvalgi reaksiya yengil kechgan bo'lsa ham, keyingi reaksiya og'ir bo'lmasligiga hech qanday kafolat yo'q. Buni biz prognoz qilib bera olmaymiz. Ikkinchisi, demak, bu bronxial astmasi bor bemorlarda bronxial astma anafilaksiyaning eng muhim xavf omillaridan biri hisoblanadi. Demak, bemorda ham bronxial astma bor, ham oziq-ovqat allergiyasi bor. Uchinchisi, demak, bu adrenalinni kech kiritish yoki umuman kiritmaslik. Va kofaktorlar, aytganimizdek, kofaktorlar reaksiyani kuchaytirishi mumkin. Keyingi omil bu skin prick test yoki spesifik immunoglobulin darajasi reaksiyani og'irligini aniq prognoz qilib bera olmaydi. Va oxirgisi bu ayrim hollarda teri simptomlarimiz ham anafilaksiya rivojlanishi, teri simptomlarisiz ham anafilaksiya rivojlanishi mumkinligi. Endi keyingi qism bu zamonaviy diagnostika. Shu immunoglobulin E oziq allergiyasini zamonaviy diagnostikasi. Demak, diagnostika har doim allergologik anamnezdan boshlanadi. Va bu juda muhim va eng muhim savollar berishimiz kerak bo'lgan bu qaysi mahsulotdan bo'lgan, qanday miqdorda iste'mol qilingan, qancha vaqtdan keyin reaksiya kuzatilgan, reaksiya qayta takrorlanganmi
va kofaktorlar bo'lganini so'rashimiz kerak. Keyin esa shularga asoslanib target diagnostika qo'llaniladi. Bu prik testlar yoki spesifik immunoglobulin E va yoki spesifik immunoglobulin E. Va bu yerda bitta juda muhim prinsip bor. Boshlanishiga birdaniga keng panel emas, balki klinik gumon qilingan allergenga tekshiriladi. Va keyin zarurat bo'lsagina komponentlarga diagnostika yoki mana Yevropada BAT qilinadi va shundan keyin ham shubha qolsa OFC ko'rib chiqiladi. Bu oziq-ovqat provokatsion testi OFC. Va yoki nimani ta'kidlaydi? Demak, oral food challenge oziq-ovqat provokatsion testi noaniq holatlarda hali ham referens standart hisoblanadi. To есть oltin standart hisoblanadi. Va yana bir muhim narsa, когда делать переоценку deb yozilgan, bilamiz, sutga, tuxumga, bug'doyga va soyaga tolerantlik rivojlanadi bolalarda katta bo'lgan sari va shuning uchun diagnoz umrbod qo'yilmaydi, vaqti bilan qayta ko'rib chiqarish kerak bo'ladi diagnoz. Va endi yoki bo'yicha qo'llaniladigan diagnostika uchun qo'llaniladigan testlarni ko'rib chiqamiz birma-bir. Bu ularning shu ro'yxati. Demak, bitta skin prick test ishlatiladi. Prick testlar fresh food prick by prick. Bu shu o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Meva yoki sabzavotlar bilan o'tkaziladigan prick testlar, svejiy meva va sabzavotlar bilan o'tkaziladigan prick testlar. Keyingisi bu spesifik immunoglobulin geni ekstraktlarga aniqlash. Keyingisi spesifik immunoglobulin G komponentlar bilan ko'rish. Komponentlar diagnostika va oxirgisi bu bazofil va aktivatsiya test aktivatsiya bazofil. Endi boshlanishiga o'ylam qaysi metod, qaysi holatda yaxshiroq degan savol tug'iladi va shunga javob berishga harakat qildim. Va bilamiz, endi singleplex metodlar bor, multiplex metodlar bor va yoki va boshqa shunga o'xshash protokollarda urg'u boshlanishiga singleplexga beriladi. Va bu target diagnostika uchun eng yaxshi variantlardan biri hisoblanadi. Qachon komponent allergiya diagnostika ishlatiladi? Bu araxis, yer yong'oqlarga yoki перекрестный reaksiyalar bo'lganda yoki sutga yoki tuxumga reaksiyalar bo'lganda ularni prognozlash uchun ishlatiladi. Juda ham foydali hisoblanadi. Og'ir reaksiyalarni prognoz qilish maqsadida. Va Alex Isaac qachon qilinadi? Bu ko'p sensibilizatsiya bo'lganda, juda ham murakkab fenotip bo'lganda va bizda respirator va oziq-ovqat allergiyasi birgalikda kelganda, перекрест bo'lgan holatlarida ham bu molekulyar allergiya diagnostika juda ham foydali
sensibilizatsiya bu klinik allergiya emas degan slayd. Bu oziq-ovqat allergiyasini diagnostikasidagi eng muhim konsepsiyalardan biri hisoblanadi va demak pozitiv spesifik immunoglobulin E yoki prick test bu faqat sensibilizatsiyani anglatadi. Lekin klinik allergiya uchun tashxis qo'yish uchun bizda simptomlar bo'lishi kerak, qayta takrorlanuvchi reaksiyalar bo'lishi kerak va klinik korrelyatsiya bo'lishi shart. Ayniqsa atopik bemorlarda ko'plab asimptomatический sensibilizatsiya bo'ladi, holatlari uchraydi va shuning uchun testlarni klinik kontekstsiz talqin qilish giperdiagnostikaga olib keladi va keraksiz diyetalarga olib kelishi mumkin. Endi prick test va spesifik immunoglobulin E xususiyatlarini alohida ko'rib chiqamiz. Demak, prick testni asosiy afzalliklari bu demak yuqori sezuvchanlik, tez natija olishimiz va prick testni yuqori manfiy prognostik qiymati hisoblanadi. Bu nima degani? Ya'ni test manfiy bo'lsa, haqiqiy immunoglobulin E allergiya ehtimoli juda ham past bo'ladi degani. Bu bizda исключать qilib beradi-da immunoglobulin E allergiyasini. Va spesifik immunoglobulin E esa o'z vaqtida bu miqdoriy, miqdoriy baholash imkonini beradi va dinamik kuzatishda juda ham foydali hisoblanadi va ayrim holatlarda prick test qilolmaganimizda o'rnini bosib beradi. Lekin ikkala metodni ham cheklovlari bor o'ziga yarasha va bu soxta musbat yoki soxta manfiy natijalar va klinik allergiyani aniq tasdiqlay olmasligi. Faqatgina kamida sensibilizatsiyani ko'rsatib beradi xolos. Va yana bitta muhim masala bu prick testlar ham, spesifik immunoglobulin E reaksiya ham reaksiya og'irligini prognoz qilib bera olmaydi. Buni aytganingiz. Endi keyingi metodimiz bu fresh food prick by prick. Demak, bu qanaqa testlar? Bu o'sha mevalar, svejiy mevalar yoki sabzavotlar bilan o'tkaziladi. Yani testlar va bu qachon foydali bo'ladi? Qachonki kommersiy ekstraktlarda ayrim labil, termolabil allergenlar yo'qolib ketishi mumkin. Term emas, просто labil allergenlar yo'qolib ketishi mumkin. Va shunda bizda o'zini отрицательный chiqishi mumkin, rezultatli chiqishi mumkin. Masalan, bu PR10, profilinlar bilan bog'liq reaksiyalarda shu prick by prick testi foydali bo'lishi mumkin. Lekin ichkari ushbu metodni cheklovlari bor. Bu metod standartizatsiya qilinmagan metod hisoblanadi va operatorga bog'liq metod hisoblanadi. Va yana bitta minuslaridan variabl allergen miqdori har xil bo'ladi, variabil bo'ladi. Va ложноположительный natijalar ham ko'p bo'ladi. Nimagaki, просто irritatный reaksiyalar ham ko'p bo'ladi. Fresh food fabrikda. Bu ham reaksiya og'irligini prognoz qilib bera olmaydi va antihistaminlarni to'xtatib o'tkaziladigan testga kiradi. Keyingisi, demak, komplementar diagnostika. Bu demak bizga nimaga
uni demak asosiy maqsadi bu haqiqiy allergiyani perikrost reaktivlikdan ajratish va sistem reaksiyalar xavfini baholash uchun bizga kerak bo'ladi. Va yana bitta maqsadi bu allergen oqsillarning xususiyatlarini aniqlash bo'ladi. Bu ayniqsa yer yong'og'iga yoki yong'oqlarga allergiya bo'lganda yoki sutga, tuxumga allergiya bo'lgan bemorlarga juda foydali hisoblanadi yoki perikrozni reaksiya bo'lganda ham foydali metod hisoblanadi va ushbu diagnostik metodda 3 ta asosiy konsepsiyasi bor. Bu 3 xil shu oqsillar bilan bog'liq storage, zaxira oqsillari, PR10 oqsillari va LTP oqsillari bilan bog'liq bo'ladi va bularni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi konsepsiya demak bu zaxira oqsillari haqida. Demak bu qanaqa oqsillar? Bu urug' va yong'oqlarda ozuqa zaxirasini saqlovchi oqsillar hisoblanadi va ularga yer yong'oq oqsillari RH1, RH2, RH3 kiradi. Funduq oqsillari ko'ra 9, ko'ra 14, gretskiy orex, yogurt kiradi va ularni asosiy xususiyati, muhim xususiyati bu ularni juda ham stabilligi. Bu demak ular issiqlikka chidamliligi va hazm jarayoniga ham chidamliligi, termическая обработкаga va pishvareniyaga, переварениyaga chidamliligi. Va shuning uchun aynan shu zaxira oqsillari haqiqiy allergiyaga olib keladi va og'ir sistem reaksiyalarga olib keladi va jumladan infeksiya bilan bog'liq bo'ladi. Keyingisi bu PR10 proteinlari. Demak bu o'simliklarni stressga javob oqsillari hisoblanadi va eng mashhur misol bu B1 biryoza major asma allergeni va bunda shuning uchun biryoza changi allergiyasi bo'lgan bemorlarda olma, funduq, sabzi, shaftolilarga perikrost reaksiyalar kuzatiladi. Va PR10 oqsillarning asosiy xususiyati bu ularni labilligi hisoblanadi. Demak bular issiqlikka chidamli emas, issiqlikda parchalanadi va hazm jarayonida ham parchalanib ketadi. Va yana bitta misol bu RH8 misoli va ko'pincha bu yengil araq simptomlar bilan kechadi va bu ham perikrozni B1 bilan reaksiya qiladi. Demak PR10 proteinlari oralniy allergicheskiy sindrom chaqiradi bilan bog'liq. Va oxirgi bu LTP. LTP bu o'simliklarni lipid tashuvchi oqsillar hisoblanadi va bularga misol bu propatri shaftolida hamda yong'oqlarda bor, o'rikda bor, uzumda bor va ular ham termostabil hisoblanadi, stabil oqsillarga kiradi. Demak lekin yana bir xususiyati bularni LTPlar kofaktorlar bilan bog'liq bo'ladi. LTP reaksiyalari kofaktorlar bilan bog'liq bo'ladi. Bu fizический нагрузка, alkogol, NPBS va boshqalar bilan bog'liq bo'ladi. Va demak LTPlar ham og'ir sistem reaksiyalarga olib keladi. Sistem reaksiyalar bilan bog'liq bo'ladi. Va demak komponentni allergiya diagnostika stabil va badal oqsillarni ajratishga yordam beradi. Stabil oqsillar bu zaxira oqsillari LTP, kazein kiradi. Labil oqsillarga PR10, profilillar kiradi. Stabil oqsillar og'ir reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Labil oqsillar yengil oralniy allergicheskiy sindrom bilan
ko'pincha kechadi. Va bu yerda mana eng yuqori riskga ega bo'lgan molekula keltirilgan tablitsada mana yer yong'oqlarniki har xil. Demak, bularning ichida mana bilamiz RH2 bu o'sha zaxira storage protein. Arxisda haqiqiy allergiya va anafilaksiya xavfi bilan kuchli bog'liqlikka ega va bilmaymiz chunki ko'p slaydlarimiz va mana bu tabletsani jadvali davomi bu yerda mana sutga aslida majorniy bu bozda 8 kazein hisoblanadi. Bu ham og'ir reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Og'ir reaksiyalar bilan assotsiatsiya qilingan tuxumda, abimokoida, pshenitsada mana omega 5 gliadin bu ham fizический iqlimlar bilan bog'liq reaksiyalarni olib keladi. Hammasini gapirmaymiz. Endi keyingisi bizada oral food challenge yoki oziq-ovqat bilan provokatsion testlar. Bular oltin standart hisoblanadi oziq-ovqat allergiyasi diagnostikasida. Va ular qachon kerak bo'ladi? Qachonki analiz va testlar aniq javob bermaganda yoki tolerantlik shakllanmaganligini baholashda va diyetani kengaytirish yoki davom ettirish masalasini hal qilish kerak bo'lganda bu test bizga juda ham yordam beradi. Protokol protokoli bu Proctal 2024 va uni tavsiyalariga ko'ra allergen dozasi bosqichma-bosqich oshirib boriladi va bemor qattiq nazorat ostida bo'lishi shart. Va bu test xavfsiz bo'lishi uchun tayyorlangan jamoa kerak, anafilaksiyaga qarshi uskunalar kerak va standartlashgan protokol juda muhim bo'ladi. Va bu test bizda manfiy bo'lsa, bu demak keraksiz diyetalardan qochish imkonini beradi. Agar musbat bo'lsa, unda haqiqiy klinik allergiyani tasdiqlab beradi. Bu demak infografika shu provokatsion test bo'yicha. Bu mana arxisga ko'rsatilgan bo'ldi, primer olingan. Bosqichma-bosqich bo'ladi. Demak 0,1 milligramdan boshlanadi va bu bitta arxis va mukani grupinkasi hisoblanadi va har bitta dozadan keyin 20-30 minut kuzatiladi bemorning holati va otsinka qilinadi, baho beriladi. Agar simptomli bo'lmasa, keyingi etapga, keyingi dozaga o'tiladi. Agar сомнительный subyektiv simptomlar bo'lsa, uzoqroq vaqt kuzatish kerak. Agar simptomlar obyektiv simptomlar bo'lsa, mana qizil bilan 5 bilan belgilangan obyektiv simptomlar kuzatilsa, unda test tugatiladi va shu bilan test pishvoy allergiya, oziq-ovqat allergiyasi tasdiqlanadi. Va bu rezyumировщий slayd diagnostika bo'yicha. Demak, birinchi o'rinda bizda anamnez turadi. Undan keyin demak pretestlar yoki spesifik immunoglobulin aniqlash ketadi. Va bu ikkalasi bir-biriga mos kelganda bu diagnozni tasdiqlaydi. Agarda shubha bo'lsa, keyingi etapga o'tiladi. Demak, bu komponentli allergiya diagnostikadan keyin BAT keladi. Agar shundan keyin ham bizda shubha bo'lsa, unda oralniy provokatsion test qilinadi va shu etapma-etap diagnoz yoki tasdiqlanadi yoki boshqa diagnozlar ko'rib chiqariladi. Endi keyingi blokimiz bu lezing terapiya. IgE oziq-ovqat allergiyasini zamonaviy olib borish strategiyalari va bugungi kunda terapiya faqatgina mahsulotni taqiqlash degani emas.
management esa не только eliminatsiya va bu mana asosiy prinsiplari. Bu demak aniq tashxis qo'yish, giperdiagnostikani oldini olish, individual eliminatsiya qilish. Bu degani aynan shu sabab bo'lgan allergenni olib tashlash ratsionidan. Keyingisi emergency action plan. Bu bemorni og'ir reaksiyalar haqida bemorga informatsiya berish va adrenalin qo'llanilishini o'rgatish va o'ziga yordam ko'rsatishni o'rgatish bemorga. Keyingi prinsip bu nutritivная поддержка. Bu degani nutritiv qo'llab-quvvatlash, chunki bolalarda ayniqsa defitsitlar yuzaga kelishi mumkin test oqibatida. Va keyingisi bu bemorni o'qitish. Demak, bu bemor etiketkalarni o'qib bilishi kerak, perikrosnik reaksiya haqida ma'lumotli bo'lishi kerak. Keyingi prinsip bu bemorni dinamikada kuzatish. Chunki mana bir allergiya o'tib ketadi va tolerantlik hosil bo'ladi va biz vaqti-vaqtida bemorni qayta ko'rishimiz kerak. Va oxirgisi bu современная terapiya. Bu bunga kiradi immunoterapiya va anti-immunoglobulin E biologik preparatlarni qo'llash. Va aynan shu haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, immunoterapiya bu turlari hozirgi vaqtda demak oziq-ovqat allergiyasida oral immunoterapiya, epikutan immunoterapiya va sublingual immunoterapiya kabi yondashuvlar faol o'rganilmoqda va bir xil davlatlarda qo'llanilmoqda. Va eng ko'p ma'lumot hozirgi kunda yer yong'oqqa oral immunoterapiya bo'yicha to'plangan. Va oral immunoterapiyaning maqsadi bu bemorni istagancha mahsulot yeyishga o'rgatish emas. Uni asosiy maqsadi reaksiyani parogini просто oshirib berish va tasodifiy kontakt xavfini kamaytirish bo'lar ekan. Lekin immunoterapiya o'tkazish uchun bemor o'zi tanlashi kerak bu metodni va unga tushuntirish kerak risklarini. Tayyorlangan markaz kerak va barcha xavflarni muhokama qilish bemor bilan oilasi bilan talab etiladi. Va demak, bu har bir bemor uchun universal usul emas. Va bu yerda yana schema, mexanizm o'zi desensitizatsiya o'zi qanaqa bo'ladi? Desensitizatsiya qanaqa paydo bo'ladi? Bunda endi asosiy o'sha regulator limfositlar hujayralar faolligi ortishida yashil qilib ko'rsatilgan va class switching bo'ladi. Immunoglobulin E dan immunoglobulin G4 ga ko'payishi va semiz hujayra va bazofillarni reaktivligi kamayishi asosiy mexanizmlari hisoblanadi. Lekin bu jarayon juda ham murakkab, uzoq va hamma bemorda ham bir xil kechmaydi desensibilizatsiya jarayoni. Endi biologik terapiya haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, 2024-yil FDA amalizumabni oziq-ovqat allergiyasida qo'llashni ma'qulladi. Bu oziq-ovqat allergiyasi uchun birinchi FDA ma'qullagan biologik terapiyalardan biri bo'ldi. Va preparat tasodifiy allergen kontaktidan keyin og'ir reaksiyalar xavfini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Lekin aytib o'tish kerak, shu yerda amalizumab allergendan saqlanishni o'rnini bosmaydi. Amalizumab olganda ham baribir ham eliminatsiya qilish kerak va
Endi profilaktika bo'yicha profilaktika to'xtalib o'tsak, haqiqatan nimalar ishlaydi chaqaloqlarda hozirgi современный rekomendatsiyalarga asoslanganda. Demak, ilgari allergenlarni kech kiritish tavsiya qilinar edi, lekin hozirgi ma'lumotlar aksincha yondashuvni qo'llab-quvvatlamoqda. Demak, zamonaviy tavsiyalarga ko'ra allergen mahsulotlarni asossiz kechiktirmaslik kerak. Demak, odatda 4-6 oydan keyin allergenlarni kiritish kerak. Bekon boshlagandan so'ng kiritish tavsiya etiladi. Ayniqsa bu yer yong'oqga tegishli va tuxumga tegishli bo'ladi. Yer yong'oq va yaxshi pishirilgan tuxumni shu bekon boshlangandan keyin sразу kiritish kerak va allergen mahsulotni faqat bir marta tatib ko'rish emas, balki muntazam berish tavsiya etiladi bolalarga. Endi keyingi blokga o'tamiz. Bu immunoglobulin G bilan bog'liq bo'lmagan oziq-ovqat allergiyasi. Demak, bu EAT klassifikatsiyasi bo'yicha buni o'zi ko'rdik. Nimalar qarashini izlashmasam kech bo'lib ketdi. Demak, asosiy farqlari, demak, bular kechroq boshlanadi va simptomlari в основном gastrointestinal bo'ladi simptomlari va surunkali yallig'lanish bilan kechadi va bu kasalliklar bularni ham qisqacha gapirib o'tamiz, chunki tema juda ham katta bo'lib ketdi. Demak, birinchi shakllari bu noimmunoglobulin G oziq-ovqat allergiyasi shakllari. Demak, birinchisi bu FPIS, bu food poisoning-induced enterocolitis syndrome, enterokolit. Bu nima bilan kechadi? Odatda bir necha soatdan keyin bo'ladi simptomlar va simptomlar bu kuchli qayta qusish, holsizlik va ba'zan gipotoniya bilan kechadigan holat hisoblanadi. Demak, keyingisi FPAP, allergический proktokоlit. Allergik proktokоlit bu nisbatan yengilroq turi hisoblanadi va bunda asosiy simptom bu qon yoki shilliq aralash najas bo'lishi bolalarda va keyingi turi bu food protein enteropatiya. Demak, bu FPE enteropatiya. Buni simptomlari demak surunkali diareya, malabsorpsiya va vazn kam orttirish bilan kechadi. Va oxirgisi eozinofilozofagit, bu aralash mexanizmda kechuvchi oziq-ovqat allergiyasiga kiradi va buni simptomlari boshqacha. Bu disfagiya, bu ovqat tiqilib qolishi va ovqatlanishdan qo'rqib qolishi bilan namoyon bo'ladigan kasallik bo'ladi. Va birinchi uchtasida mana FPS, FPAP, FP'da diagnoz qanday qo'yiladi? Birinchi immunoglobulin E oziq-ovqat allergiyasi prik testlar bilan, spesifik immunoglobulin E bilan исключение bo'ladi. Shundan keyin bu formulaga podozrение bo'ladi va bularni terapiyasi исключениеda тоже eliminatsion dietaga bog'liq bo'ladi va simptomatik terapiya qo'llaniladi. Eozinofilni ezofagitda bo'lsa, diagnoz endoskopiya va biopsiyaga asoslanib qo'yiladi va buni terapiyasi gastroenterolog bilan birga olib boriladi. Dieta, IPP, topические steroidi qo'llaniladi va uni o'zini guidelinelari bor va biologik preparatlardan dupilumab qo'llaniladi. Endi keyingisi demak bu блок перекрестной реакции, аллергия на белки коровьего молока и пищевые непереносимости. Так, demak,
boshlaymiz. Birinchi oral allergik sindromdan boshlaymiz. Bu demak chang ovqat allergik sindromi bo'ladi. Sindrom pulsivo-пищевой allergiya, PFAS. Demak, bu nima? Bu pulsa allergenlari va oziq-ovqat allergenlari orasidagi perikroz reaktivlik natijasida rivojlanadigan sindrom hisoblanadi va u ko'pincha PR10 oqsillari yoki profilin bilan bog'liq bo'ladi. Va simptomlari odatda yengil bo'ladi va faqatgina og'izda, labda va tomoqda qichishish yoki noqulaylik yoki yengil shishish bilan ketishi mumkin. Va sabablari ushbu allergenlar labil bo'lgan uchun bular demak parchalanib ketadi va shuning uchun bemorlarda faqatgina xom mahsulotlarga reaksiya kuzatiladi. Ammo pishirilgan shakllarini bu bemorlar yaxshi ko'taradi. Demak, keyingisi mana bu tab rasmga olsanglar bo'ladi. Nimadan? Menga yoqqani bo'lsa, sizonda ham ko'rsatadigan. Qaror yoz qilib qaysi produktlar bilan perikroz berishi ham ko'rsatib o'tilgan. Buni shu chaptami. Va keyingi blok o'tamiz. Bu sigir sutiga allergiya. Demak, bu birinchi demak sigir sutiga reaksiyalar bu heterogen reaksiyalar hisoblanadi va bularga nimalar kiradi? Bu xuddi o'sha boshidagi klassifikatsiyaga ko'ra immunologik reaksiyalar kiradi va noimmunologik reaksiyalarga bo'linadi. Demak, immunologik reaksiyalar bu allergiyani yoki qora-moqqa, bularning ham 3 turi bo'ladi. Bu immunoglobulin E bilan bog'liq, immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lmagan va aralash turi. Noimmunologik reaksiyalar bu laktazning недостаточность, непереносимость laktozы, shu noimmunologik turlariga kiradi. Va shunga qarab fenotiplari ham har xil bo'lishi mumkin. Endi demak sigir sutiga reaksiyalar hozir fenotiplari allergiyaning klinik fenotiplari. Demak, IgE immunoglobulin bilan bog'liq bo'lgani, bunda bizda kapilnitsa bo'lishi mumkin, eshak yema, angiotyoq, qusish, xirillash bo'lishi mumkin va anafilaksiya bilan ketishi mumkin. Immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lmagan hollarda esa surunkali diareya, qon najosati, kolikalar va ba'zan kam orttirish kuzatiladi. Va aralash turdagi kechuvchi formalar ham bor. Bunga demak atopik dermatit bolani, chaqaloqni atopik dermatitini kuchaytirishi. Shu ma'lum bir sigir sutini iste'mol qilganda simptomlarni kuchayishi va yana eozinofil ezofagit kiradi. Demak, diagnostika degan bizda darsda spesifik immunoglobulinga yoki skin prick testlar bilan qilinadi va ular manfiy bo'lganda bu demak immunoglobulin E bilan bog'liq patogenezni bizga исключение qiladi va bizni IgE immunoglobulin E bilan bog'liq bo'lmagan va aralash turlarini e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Endi bu sigir sutini molekulyar tarkibi, oqsillari kiritilgan, demak bozda sakar, bu kazein, bu основной o'sha eng og'ir reaksiyalarga olib keluvchi oqsil hisoblanadi sigir sutidagi, chunki u termostabil
hazmda parchalanmaydi va persistent allergiya bilan bog'liq bo'ladi. Va keyingisi bu alfa-laktalbumin, beta-laktalbumin, B7-albumin va laktoferinlar kiradi. Bu bozda 6 bo'lganda перекрестная reaksiya mol go'shti bilan bo'lishi kuzatiladi. Keyingisi bu eliminatsiyani zamonaviy konsepsiyasi. Demak, ilgarigi yondashuvda allergiya bo'lsa, sigir sutiga bo'lgan bolalarda sutni to'liq taqiqlash tavsiya qilingan. Lekin hozirgi vaqtda ma'lum bo'ldiki, ayrim bemorlarda termik ishlov berilgan sutni ular yaxshi ko'tarishi mumkin. Nega? Chunki bu termik ishlovdan keyin allergenni konformatsion epitoplari o'zgarib ketishi mumkin. Ayrim mobil allergenlarni kamayib ketadi va immunoglobulинga bog'lanishini pasaytirishi mumkin. Va shu sababli bemorga universal qattiq diyeta tavsiya qilish to'g'ri emas. Unda ko'rish kerak. Agarda bemorda kazinga reaksiya bo'lsa, unda to'liq sut, sigir suti mahsulotlari undan cheklash kerak bo'ladi. Keyingisi, demak, tolerantlik qaysi hollarda hosil bo'ladi? Biz aytdik, ko'p holatlarda sigir sutiga allergiya bola o'sgan sari tolerantlikka olib keladi va reaksiyalar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Va qachon bu kuzatiladi? Demak, bu agarda IgE bilan bog'liq bo'lmagan turlarida ko'pincha tolerantlik paydo bo'ladi va spesifik immunoglobulinga past miqdorda aniqlangan bo'lsa, demak tolerantlik paydo bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'ladi va kazinga sensibilizatsiya chiqmagan holatlarda tolerantlik rivojlanishi judayam yuqori bo'ladi. Va lekin spesifik immunoglobulinga baland chiqqan bo'lsa, kazinga sensibilizatsiya chiqqan bo'lsa, bemorda polisensibilizatsiya bo'lsa, bronxial astma bo'lsa va anamnezida og'ir immunoglobulin E bilan bog'liq reaksiyalar bo'lsa, unda tolerantlik persistik ketishi ehtimoli yuqori bo'ladi bemorda. Endi ABKMda ovqatlanish haqida gaplashamiz. Demak, asosiy prinsiplar bu sababchi oqsilni chiqarib tashlash. Lekin bu bilan birga biz nutritiv holatni saqlashimiz kerak bolalarda va bolalarning o'sishini ta'minlab berishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Va ko'p holatlarda chuqur smes tanlashimiz kerak bo'lganda, mana pastdagi jadvalda ko'rsatilgan chuqur gidrolizlangan smeslar, formulalar birinchi tanlov hisoblanadi. Keyingisi, ikkinchisi, bu agar og'ir holatlarda aminokislotali formulalar qo'llaniladi va uchinchi tanlovimiz bu soyali formulalar hisoblanadi. Chunki bu ayrim bemorlarga to'g'ri keladi, lekin barcha bolalar uchun mos kelmasligi mumkin. Va endi echki suti haqida gaplashamiz. Chunki echki sutiga allergen deb ko'pchilik hisoblaydi, lekin demak sigir suti oqsillari mana echki suti bilan
qo'y suti bilan va mana buyva suti bilan juda ham yuqori o'xshashlikka ega ekan. Chunki hammasida kazein bor va aynan echki suti bilan qo'y suti bilan juda ham yuqori 90% dan oshiq o'xshashlik kuzatilar ekan. Demak, bu sutlar ham reaksiya beradi. Va bu yerda mana aytib o'tish kerak, biya suti va tuya sutida ayrim oqsillar farq qilar ekan. Shuning uchun cross reaktivность pastroq bo'lishi mumkin ekan. Bularni bir xil bolalarga to'g'ri kelishi mumkin ekan. Endi ko'krak suti va ABKM haqida to'xtalamiz. Bu juda muhim prinsip. ABKM bu ko'krak bilan emizishni to'xtatish uchun ko'rsatma emas va ko'p holatlarda emizishni davom ettirish mumkin va kerak ham. Va ona diyetasi ham har doim shart emas. Qachon u kerak? Agar simptomlar har gal aniq takrorlansa va bo'ladi va klinik bog'liqlik bo'lganda faqatgina diyeta ko'rib chiqiladi va diyeta ham vaqtincha bo'ladi. Demak, eliminatsiyadan keyin 2-4 haftaga eliminatsiya beriladi. Undan keyin simptomlar qoladi. Simptomlar qolgandan keyin yana qayta kiritiladi sut mahsulotlari ona ratsioniga va bu simptomlarning kelib chiqishiga olib kelsa, bu bolada sigir sutiga allergiyasi borligini tasdiqlab beradi bizga diagnoz. Va yana bitta masala bu funksional simptomlar. Bu ham oziq-ovqat sigir suti allergiyasi emas. Bu mana qanaqa simptomlar bu? Koliki, qayt qilish, bezovtalik, meteorizm bu funksional simptomlarga kiradi va bu sigir sutiga allergiyasiga o'ylash kerak emas bu holatlarda. Mana bu sxema Espinganniki. Bu международные рекомендации педиатрические по аллергии на белки коровьего молока. Va bunda mana ona suti bilan emizish birinchi o'rinda qo'yilgan va keyin o'sha formula tanlash taktikalari ko'rsatilgan. Keyingisi qisqacha demak bu slaydimiz ABKM bilan laktaza yetishmovchiligining farqi haqida. Demak, laktaza yetishmovchiligi bu fermentativ недостаточность, bu immunologическая reaksiya emas. Demak, simptomlar faqat JKT bilan bog'liq, yengil simptomlar anafilaksiyaga olib kelmaydi va diyetani yaxshi ko'taradi, yaxshi yordam beradi bu holatlarda. Endi DAO defitsiti haqida gaplashamiz. Bu oxirgisi bilan mavzu tugaydi. Demak, DAO defitsiti va gistaminni ko'tara olmaslik. Demak, gistamin o'zi organizmda ikkita ferment bilan orqali parchalanadi. Bu DAO va HMT degan ferment. Demak, DAO bu hujayra tashqarisidagi va oziq-ovqat bilan kirgan gistaminni parchalab beradi va DAO fermenti bizda epitelial kletkalar, ichakdagi epitelial kletkalar bilan ishlab chiqariladi, platsentada ishlab chiqariladi, buyrakda, timusda ishlab chiqarilgan ferment hisoblanadi. Va mana bu infografikada bu gistaminni ko'tara olmaslik qanaqa shakllanishi ko'rsatilgan. Bunda demak mana eng muhimi yoki bu nima bilan bog'liq bo'ladi? Yoki gistamin ko'p miqdorda organizmga kirishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, yoki
gistamin parchalanishini buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, gistamin ko'p kirishi bu yuqori gistaminli oziq-ovqatlarni iste'mol qilish bilan bog'liq bo'ladi yoki mikrobiom buzilishi bilan bog'liq bo'ladi yoki sinus hujayralarning aktivatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Gistaminni parchalanishini buzilishi bo'lsa DAO fermenti bilan bog'liq bo'ladi va bu organizmda gistamin miqdorini ko'payishi va u o'zini mana to'rxil retseptori orqali mana shu simptomlarga olib keladi. Va bu qaysi simptomlar? Bu terini to'satdan qizarib ketishi, to'satdan bosh og'rishi, qichishish, eshak yemi, taxikardiya, gastrointestinal shikoyatlar va rinodiya bo'lishi mumkin. Va keyingisi endi triggerlar bu o'sha gistamin ko'tara olmaslikka olib keluvchi triggerlar juda ham ko'p. Qaraganda juda ham ko'p istochniklarda, lekin har xil berilgan. O'shanga ularning ichidan shu ishonish mumkin bo'lganlarini, eng ishonchli triggerlarni tanlab oldim. Bularga demak kiradi alkogol, NPVS, opioidi, demak kontrast moddalar va nerelaksantlar kirar ekan. Demak bular har xil mexanizmlar bilan ishlaydi. Demak bu DAOning aktivligiga ta'sir qilishi mumkin yoki sinus hujayralarni degranulyatsiyasiga olib kelish orqali gistaminni miqdorini oshib ketishiga olib keladi va simptomlarga olib kelishi mumkin. Так, endi eng bahsli mavzulardan biriga o'tamiz. Bu DAO testiga. То есть shu zardobda qonda DAOni miqdorini aniqlash testiga o'tamiz. Demak, bu qanchalik ishonchli, o'zi ishonsa bo'ladimi? Va ayrim tadqiqotlarda demak, past DAOni basagan aktivligi va simptomlar o'rtasida bog'lik ko'rsatilgan. Lekin bu test aytishimiz kerak, bu mana shu DAOni aniqlash analizi standartlashmagan test hisoblanadi va shuning uchun natijalari ham variator hisoblanadi. Va shuning uchun hozirda qon zardobida DAO tahlili mustaqil diagnostik test sifatida qabul qilinmagan. Hatto so'nggi tadqiqotlar ham ko'rsatadiki, mana bu yerda ko'rsatib qo'yganman, 24-yilda bu Nature'dan topdim. Bu maqolani ko'rsatilganki, klinik jihatdan eng foydali usul hozirgi kunda bu nisko gistaminova diyeta hisoblanar ekan. Lekin DAOni aniqlash emas. Demak, amaliyotda asosiy e'tibor klinik yondashuvga qaratilgan o'sha DAO defitsitida. Mana bu guideline o'sha gistamin ko'tara olmaslik DAO defitsiti bo'yicha guideline 21-yillikka va unda hozirgi vaqtda gistamin intolerance diagnostikasida eng ishonchli yondashuv bu klinik baholash ekan. Va uni asosiy bosqichlari bu simptomlar va ovqat orasidagi bog'liqlikni baholash, immunoglobulin allergiyani istisno qilish va undan tashqari celiakiya, VZK, laktoza yetishmovchiligi, mastitsitoz va boshqa holatlarni chiqarib tashlash va undan keyingina qisqa muddatli niskogistaminli diyeta va pищевой дневник qo'llanishi maslahat berilar ekan. Va so'ng
mahsulotlarni ratsionga qayta kiritish orqali simptomlar qayta takrorlanishi baholanar ekan va shunaqa qilib diagnoz tasdiqlanar ekan. Mana bu xuddi o'sha guideline'dan olib qo'yilgan ruscha versiyasi. Demak, bu yerda mana kriteriylari ko'rsatilgan, diagnostik kriteriylari. Demak, bu ikkitadan ko'p simptomlarni borligi, simptomlar pastda keltirilgan bu teri, oshqozon ichki simptomlari va hokazolar. Shulardan ikkitadan ko'pi, bu birinchi kriteriy, ikkitadan ko'pi borligi. Ikkinchi kriteriy bu diyetani niskogistaminli diyetani yaxshi ta'sir qilishi va uchinchi kriteriy bu antigistamin preparatlarni yaxshi ta'sir etishi ekan. Endi lecheniyaga o'tamiz. O'zi mana ferment DAO haqida nimalar ma'lum? Demak, bu fermentga, bu qo'shimcha bo'yicha qiziqish juda ham katta hozirgi kunda, lekin va ayrim bemorlarda simptomlar kamayganini ta'kidlashadi, shu DAO fermentini ichgandan keyin. Lekin hozirgi dalillar hali yetarli kuchli emas ekan. Hozirgi kundagi dalillar va hozirgi kunda bor tadqiqotlar, ular juda ham ko'p, lekin hammasi kichkina, nazoratsiz va platsebo effekt xavfi yuqori bo'lgan kichkina tadqiqotlar ekan. Va shuning uchun guideline'lariga DAOni fermentini terapevtik preparat sifatida tavsiya qilinmas ekan. Lekin mana oxirida pastda ko'rsatilgan hozir katta randomizirованный tadqiqot boshlangan ekan va 25-yilda 26-yilda protokol chiqishi rejalashtirilgan ekan va shu tadqiqot aniqlik kiritmoqda DAO fermenti bo'yicha. DAO fermenti bilan terapiya bo'yicha. Endi hozirgi kunda demak asosiy terapevtik podxod bu niskogistaminli diyeta hisoblanadi. U qanchalik asosli? Demak, niskogistaminli diyeta bo'yicha ham dalillar ideal emas va lekin hozirgi kunda aynan shu yondashuv eng ko'p qo'llaniladi va klinik jihatdan eng foydali hisoblanadi. Va ko'p bemorlarda simptomlar kamaygani aytib o'tiladi tadqiqotlarda. Lekin bitta muammo bor. Mahsulotlardagi gistamin miqdori juda ham farqlanar ekan va u nimaga bog'liq ekan? Bu saqlashga, fermentatsiyasiga, bakteriyalarga, temperaturaga bog'liq bo'lar ekan va shuning uchun qat'iy universal taqiqlangan mahsulotlarning ro'yxati mavjud emas. Juda ham ko'p ro'yxatlar bor, ular juda ham farqlanadi bir-biridan. Mana bu tadqiqot shuni ko'rsatib bergan. Bu mana описание literatуры с различными низкогистаминовыми диетами. Bunda qarang, 20% shu bor hozirgi mavjud literaturada bor mavjud diyetalarda sut, chechevitsa, nut, so'yva bobi, gribi olib tashlangan. 26%da 20%dan 60%gacha морепродукты, яйца, ферментированные соевые производства и так далее, соевые производные kiradi bu diyetaga. 60%dan ko'pida там сыры, жирная рыба, консерванты va hokazolar kiradi. Shuning uchun bularning ichidan hozirgi ma'lumotlarga ko'ra
yuqori gistaminli produktlar, mahsulotlarni tanlab oldim. Bu demak, pishloqlar, выдержанный сыры, uzoq muddat saqlangan pishloqlar, kolbasa kopchonoslar, fermentlangan mahsulotlar, vino, pivo va ayrim dengiz mahsulotlar, uzoq muddat saqlangan dengiz mahsulotlari kirar ekan. Va gistamin liberatorlar ham bor. Bular ham diyetaga kiradi. Bu qulupli, shokolad, pomidor va sitruslar bu spiskga kirar ekan. Shuning uchun bemorlarga juda qattiq va cheklovchi diyetalar emas, balki individual va simptomga asoslangan yondashuv muhim. Endi shu mavzudagi доказательный bazasi bor usullarga anaqa qilsak, ko'rib chiqsak shularni. Demak, bunda mana yashil bilan belgilangan. Demak, eng asosli nuqtalar, demak, bu ayrim bemorlarda gistamin bilan bog'liq reaksiyalar haqiqatda bo'lishi mumkin. Bu bor narsa, bu juda ham ko'p o'rganilyapti hozir. Aktual tema. Keyin niskogistaminovая dieta ham ayrim hollarda foydali bo'lishi mumkin ekan. Va lekin Downni zardobda aniqlash yoki gistaminni qonda aniqlash bu доказательный bazasi juda ham past va DAO fermenti, DAO добавкasi bo'yicha ham dalillar hali ko'p emas. Hali yaxshi isbotlanmagan. Va katta shu dietalar, juda ham cheklovchi dietalarni foydasi ham tasdiqlanmagan. Shuning uchun bu sohada ortiqcha diagnoz qo'yishdan ham va bemor shikoyatlarini to'liq inkor qilishdan ham qochish kerak ekan. Va eng to'g'ri yondashuv bu ehtiyotkor, klinik va hozirgi bor dalillarga asoslanib yondashish hisoblanadi, menimcha. Va oxiridan ushbu mavzuga oid adabiyotlarni ro'yxatini qo'ydim. Bu davoga oid adabiyotlar. Unga qiziq bo'lsa, va bu ikkita tablitsa yoki guideline-dan qo'ydim. Bularni ham bu farmakologik reaksiyalar oziq-ovqatlarga bergan aminlar bilan bog'liq va keyingisi ham bor, ikkita bo'ldi tablitsa. Bu jild diagnostika uchun ishlatiladi. Oziq-ovqat allergiyasi bilan jild diagnostika qilish uchun bu ham просто informatsiya qo'ydim. Ancha informatsiya ko'payib ketdi. 1 soat emas, 2 soatga cho'zilib ketdi. Mana bu tablitsaning davomi. Tabiiy aktivniy vещества qo'shilgan. Продукты, состав, механизм berilgan и возможные эффекты.